bilan do'zaxni kuydirsam kerak. Ham behishti jannatul ma'voni kuydirsam kerak. Kudreti birla yaratdi oy kunni etibor. Shul zamon yetti falak davrini kuydirsam kerak. Kudreti birla yaratdi oy kunni etibor. Shul zamon yetti falak davrini kuydirsam kerak. Nağlayu ahım bilan do'zaxni kuydirsam kerak. Avvalu oxir yig'ilsa ro'zi mahshargohida. Ishq o'tiydi mo'mini kofirni kuydirsam kerak. Oq urib bir lala ursa arshga yetkay nolishimdan sur Isrofilni kuydirsam kerak. Nağlayu ahım bilan do'zaxni kuydirsam kerak. Cennetu hurini naylay, ha cemalin bulmasa. Hem misafir hem mücahirlerini kuydirsam kerak. Cennetu hurini naylay, ha cemalin bulmasa. Hem misafir hem mücahirlerini kuydirsam kerak. Meşreba sabır eyleyin, ahir ko'rarsan yorni. Shul zamon yetti falak davrini kuydirsam kerak. Meşreba sabır eylegin, ahir ko'rarsan yorni. Shul zamon yetti falak davrini kuydirsam kerak. Nağlayu ahım bilan do'zaxni kuydirsam kerak. Nağlayu ahım bilan do'zaxni kuydirsam kerak. Ham behishti jannatul. Azla nimalar bo'lib ketdi deysizlarmi? Buyog'i qumlar keldi mana. Qumlar keldi. Qumlarimiz keldi. Bobur akam bir kamas qum aytganda, ikki kamas qum aytganda, bir kamas qumlarimiz keldi azizlar. Buyog'i ishlarimiz o'zi buyog'i oldinga suramiz deb harakat qilib turibmiz imkon darajasida. Azizlar,
Avvalambor assalomu alaykum bizni kuzatib borcha aziz muhtaram hojona, hojotalar, musofirdagi aka-ukalarimiz, tan joylaringiz sog'mi? Bizlar ishni boshladik, inshaalloh duoda bo'lar. Shu qo'llab-quvvatlab turganlardan hammalaridan rahmat. Bizni kuzatishda davomlar bu bilan tugamadi azizlar. Bizning yangiliklarimiz ko'p. Bugunga qaraganda yangiligimiz ko'p azizlar. Bir tonna sementlarimiz keldi. Inshaalloh bir tonna sement olib keldik borib. Sementlarimiz keldi, qumimiz bor. Ishga bemalol biza tayyor. Azizlar, qilinayotgan ishlarimiz bugun imkon darajasida g'ish kelish kerak edi. G'ishni hali yo'lga chiqqani yo'q ekan. Bungacha biz azizlar qo'ygan ishlarimiz bor. Bekor emasmiz. Bekor emasmiz deganimiz sababi mana shu yerda ponni kontrol ponnisi mana shu yerda uborka bu yerdan narsalarni yo'qotib bu yerlarga bir boshqacha anaqacha nimalar faiz kiritamiz azizlar. Xonadonga faiz kiritamiz bugun. Hammamiz xonadonga bugun faiz kiritamiz azizlar. Keyin undan keyingi qiladigan ishlarimiz qum olib kelganmiz, steshga qilamiz, beton qo'yiladigan joylarga. Mana xonaning ichida ahvollari juda nochor ahvolda bor azizlar. Xonalarni ko'ryapsizmi? Yerlar mana qap-qara zax bo'lyapti, mana yerlar zax bo'lyapti. Azizlar, xullas bu tomondan hojatlarni ko'rib turibsizlar, juda nochor ahvolda berlar. To'g'risi aytsam, oyoqlarimga birga yo'qib ketdi. To'g'risida. Buncha imkonini ko'tarib oldim azizlar. Mana ikkini bir uyga tashlayapmiz lekin. Bu xonaning ishlarini azizlar qaranglar. Bu xonaning ishlari ham juda bir avgor holda. Mana bu zax bir tomonlar. Mana devorlar zaxdan bo'lyapti mana. Mana. Ko'ryapsizmi mana? Qo'l tekkan mana. Zaxdan mana ko'rlaymi? Mana. Zax bo'lyapti. Keyindan keyinga qiladigan patologlarni, shu uylarni ichiga mana ko'rnakka tortananglar uya qurib tashlaganlar. Bularni bir ana qilib tozalab, uborga qilib, mana bu tomonga ishlab ko'rasizlar. Mana bu tomonga qaranglar. Bu tomonga qanaqa ahvolda mana. Qaranglar mana. Hamma yo'q mana bu tomondan daxorib, mana bu qolganlar imkon darajasida biz ana shu yerda qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Bizda mablag' tomon men derzani almashtirmaslikni noaniq o'tirdi. Chunki bizga mablag' yo'q. Derza uchun iminni. Kimdir bo'lsa ichimizdan akmal shu derzani pulni beraman desa, qilamiz. Aniq qilib aytamiz. Qancha necha pullik derza ketadi, qanaqa derza qo'yamiz maslahatlashib, shularni joy-joyiga qilib olamiz azizlar. Metr qayerda edi bolalar? Yana xonaning patologlarini biroz anjomli to'plarda xonani qarayapsizlar. Elektrik akalarimizga murojaat qilamiz. Tush to'plarimizni kelib bir montaj qilib chiroyli qilib bersa degan maqsaddamiz. Qo'limizdan montajlari kelmaydi. Kelinglar elektrik akalar. Imkon darajasida yordam qiling iltimos. Keyin Yo'qli bog' mahallasi Parsiz qishloqdan kuzatayotgan bizda aziz obunachilar. Hasharga keling akalar iltimos. Hasharga. Hamma hasharga biz ishni boshladik. Xullas biz ishni boshladik. Mana hasharga ham aytdim. Bugun hozir mana sumkada metr bordim, metr olaydi. Metr olay. Mana bu pulni olish kerak ekan. Ha? Pulni. Haq olish kerak ekan. Yo'lni ozgina ochishga moshin kelyapti ekan. Kim aytdi? Ha, qani bu ana qilishyapti-ku. Ha, olishyapti-ku. Qayerga keling, metrlar bir o'lchaylik, nima qancha plastik nima ketadi. Shularni aniq qilib olaylik. Shu yerga plastiklarimizni o'lchab olishimiz kerak. Necha ko'dan plastik ketadi. Necha ekan? 2,5. 2,5 ga 3 mi? 3 da 2,5 ga 3. 2,5 ga 3. 2,5 ga 3. 7,5 kvadrat. 7,5 kvadrat ekan bu yerga. Bunaqasi 2,5 bizda, bunaqa qo'yingchi.
Necha metr ekan? 4 metr. Metre qanaqa? 5 metr. 4 metr. 6 metr. Ha. 6'ga Bunlar 2,5 ha? Şimdi 2,5 ya başkaca söylesin. 2 lirayı. 2,5 ekan. 2,5 ha. 2,5 ga 6. 2,5 ga 6. Uzun. Mana bu 6, mana yani o'lchab ko'rasiz ichiligi. Bir metrden hisoblayapsizmi? Böyle koyarım. 6 metr bo'ldi. 6 metr ekan. 6 metrda. Xullas bu 3 metr hisoblanadi. 3 metr. Bu 6 metr. 6 ga 3. 9 9 metr yo'q. Tashqariga. 6 ga 3 9 metr. Keyin mana bu yerga tashqarini plastikga kelingchi. Tashqarini ana shu yerdan to mana ana shu o'lchanchi, ana shunda ana qilib qani. Mana shuncha. Yeni biri. Endi ekanda. Biri mana qaytishi bilan biri 30 ekan. Biri 30. Biri 30 ni ko'paytiramiz 20 ga. 130 ni 20 ga ko'paytirsak Mana 30'da. 20 metrda plastik. 130 20 ga yana hisoblaymiz endi. Yo bizim Ayollarim 24 kvadrat. ha 24 kvadrat. 24 bu ichkari 25. 50 kvadrat bo'ladi. 50 kvadrat plastik. 50 kvadrat plastik 50 ming hisoblasak ham 50 kvadratda 50 ming hisoblasak ham qancha bo'lyapti? Qancha bo'lyapti? 2,5 million pul bo'lyapti. Hamma narsasi ichida o'tgan safar ham bu narsani qilganmiz hozir. Plastigi ichida, rekasi ichida, shurpur ichida 50 mingdan to'g'ri keldi. Biz faqat ustalarimiz bepul bo'lganda azizlar. Unda chunki bojam kelib qilib berdi. Shuning uchun ham bizga bu plastik pashti tekinga tushdi azizlar. 2,5 million plastik o'ziga ketar ekan. Ancha-muncha pul ketib qolar ekan lekin. Plastik o'ziga 2,5 million ketsa, ancha-muncha pul ketib qolar ekan. Oldiga nov qo'yayotgan bo'lsak, u ham ancha-muncha ketib qolar ekan. Bunaqa ham mablag' tomonidan qiyin-da, baribir. Iloji yo'q, mablag' tomonidan qiyin. Azizlar, mustaqillar sizlardan bu videoni chiqarishimizdan maqsad shu, mana shuncha manolarimizga yordam qilinglar, iltimos, plastiklarimizga. Keyin mana fasadlar olishimiz kerak, fasad qilish uchun vadamison, endi emulsiya madamisonni, vadamison olishimiz kerak. Keyin sementimiz keldi, qumimiz keldi. Endi bizga kerak narsa vadamison. Keyin xuddi o'sha masalada yana Şuraya Bitti. Ha, sit çok gelin mi? Ortaga ha? Ortaga sit. Sit gel ortaga. Xullas, bu tomondan ku ana qilaylik. Azizlar, bizlar bu tomondan qilib yashar qilib ana ko'rib kelyapmiz. Kerak, ishi kerak. Bu hojatxonani bunaqa ana qilmasdan ana qilib qurroq qilib. Hali tovlanadi, boshlari o'zi tovlanadi. Azar bularda eski hojatxonasi mana shu. Mana shu hojatxonasi bularda eski hojatxonasi. Birga kirib o'tirib bo'lmaydi azar. Juda bir ana ayanchli ahvolda. Eski tualetda ahvoli mana shunday qachondir juda bir nochor ahvolda azar. Tualetga ham qolmaganda mana qaranglar ana. Ketyapti. Ana qarang. Tualetga o'tirib ham bo'lmaydi-da.
Bu yerda mana bu yoqda tualetlarimizni kovlash ishlarimiz o'sha ketyapti. Yangi tualet kattadan kovlab, girdiga iloj bo'lsa bir beton qo'yib, chiroyli qilib bitta tualet quramiz deb turibmiz azizlar. Tualetni yo'g'onda juda qiyin hamma o'zi yaxshi biladi. Chunki bu yerga mana ishlashga keldik, o'zim bolalarim testo. Endi bari Allohdan hazratlari qo'llab-quvvatlab tursinlar inshaalloh. Yaxshida berga qilingan ishlar ko'p, berga hammasiga mablag' talab qiladi azizlar. Mablag'siz ish qilish qiyin masalalar. Unda mana ota-onamiz ham tasvirga chiqib tashlaganmiz narsalarni hammasini tashlab o'tirishda. Imkon darajasi iltimoslardan qo'llab-quvvatlab turinglar azizlar. Imkon darajasida qo'llab-quvvatlanglar, shu xonadonni tezda bitkazib, video egalarini tezda xursandchiligiga sherik bo'laylik. Topshiriq hech bo'lmasa azizlar, iltimoslardan hech bo'lmasa janob bo'lmasa ham ozgina sharoit qilib beraylik deymiz. Ozgina. Bunaqachun bir xil aytadi, uyini bizi bor, yangi quri, o'shanaqa gaplar zo'r, lekin gap bo'lsin, men ham shuni tarafdorman, lekin mablag' tomonidan qiyin-da. Kundir shunaqa yozishdan oldin iltimos, bizda ham nonimiz bor. Bir joydan o'qigan joyimiz yo'q, xalq sizlar qo'llab-quvvatlasanglar biz shu ishni qila olamiz. Bo'lmasa shunchaki buyni biz tashlang, yangidan quring deganlar bilan foydasi yo'q, chunki bizda mablag' asosan qo'llab-quvvatlab turgan sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz sizlar aytgan ishni qila olamiz. Bo'lmasa hech bo'lmasa imkoniyatimizga qarab, tushilgan mablag'ga qarab, uylarning oldini sharoit qilib, ozmi ko'pmi qo'ldan kelgancha sharoit qilib berib ketamiz ana shu xonadonga. Bizni kuzatayotgan aziz mo'tabar hojona, hojotalarim, iltimos sizlardan imkon darajasida qo'llab-quvvatlanglar. Ana shu videomizdan keyin bizga mablag' juda kerak. Nimadir ish qilamiz, ana yiqqan pulimizga bir tonna sement 5 kilosini Bobur akam olib berganlar, Alloh rozi bo'lsin, haqlariga duo qilinglar. 5 kilo o'zimiz sementdan qum olib keldik. Mana yerga mana reka olib keldik mana. To'rpachka bilan yana 2 pachka, to'rpachka reka. Setkalarimiz kelgan. Ortilgan narsalarga ana g'ish olyapmiz tualetga. Bular hammasi ortilgan mana ketyapti-da. 1 million pullar bilan, 2 million pullar bilan uyni biz tashlab qurib bo'lmaydi, buni hamma yaxshi biladi. Kelinglar, imkon darajasida qo'llab-quvvatlanglar azizlar, iltimos sizlardan. Bizni kuzatayotganlarga hammalaringizdan rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qilayotgan ishlaringizda fayz va baraka bo'lsin.